Dünyada bilimdin aziz yana nima bo'lsin? Bilimsiz deganlik er uchun sat haqoratdir. Dünyada ko'p narsalarni sinab uzun yashagan bilimli kishining nima deganligini angla. Bilim sizga to'rdan o'rin tegsa, qarag'inki to'r paga bo'lsa to'r hisoblanadi. Agar donoga pagodan o'rin tegsa, bu pago to'rdinmi yuqori bo'ladi. Bunchalik qadr-qimmatning hammasi bilim uchundir. Dunyoda uning o'rni mayli to'rda yoki pagoda bo'lsin baribir. Qara, bu esil kishilar ikki turlik bo'ladi. Biri bag, biri dono. Bular insonlarning boshlamchisidir. Buningdan boshqalarning hammasini hayvon hisobla. Xohlasang bu tarafda tur, xohlasang u tarafda. Sen qaysi tarafda turasan, menga ochiq ayt. Ikkidan bir tarafida bo'l, uchinchisidan qoch. Biri qo'liga qilich elib xalqni idora qiladi, biri qalam elib yashash yo'lini ko'rsatadi. Ulardan yaxshi qonun meros bo'lib keldi. Bu meros kimning qo'liga tegsa, yuqori o'rladi.